ko'pchilikka bu kat yo'limizni tevasidagi sistema, gazga yonadigan sistema qiziq bo'lgan ekan. Shunga mana bu tevasidagi kat yo'l, buni отдельно o'zini gaz bo'lsa gaz yoqsa ham bo'ladi. Joylashgan desanglar, parrelari bor, suv mana bu 1,5 santimetrlik joyda ichida yuradi. 11 litr suv kiradi buning ichiga. Gaz behuda chiqib ketmasligi uchun uni parrela qilingan. Bu issiqlikni o'zida yaxshi ushlab, yaxshi effekt beradigan 5-6 yildan beri qo'yib kelyapmiz. Xudoga shukr, hali отказ qilgani yo'q. Kimga kerak bo'lsa, xohlasanglar bunaqasidan ko'mirga yonadigandan, buni ko'pchilik biladi, o'sha internetda tarqab ketdi. Bundan отдельно kerak bo'lsa ham, отдельноsi ham bor akalar. Xizmatlar bo'yicha bemalol. Xizmatlar vodiy bo'yicha akalar, ko'pchilik Qashqadaryo, Surxondaryodan qo'ng'iroq qilishyapti. Vodiy bo'yicha xizmatlarimizni ko'rsataveramiz akalar. Если shu, darvoza ham qilaveramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasiz.